ustidan silosni nima chertadi bilasan? Yo'q, bilmas ekanman. Silosni g'o'zag'ar bilan g'uma chertib yuboradi uka. Bosganingda ham orasidan bunday qo'yib turib, qizil bo'lib, ana shu ikkalasi chertib yuboradi shu. Ana shu begona o'tdi, 1 gektar yerda 10 ta xotin olib kelsang, necha pulda ishlaydi? Hozir o'rtacha 200 mingdan ishlashyapti-da. 200 ming ishlasa 2 million pul bo'ladi. Ha, bo'ladi. Uning ichida qaysidir bittasi yaxshi chopadi, qaysidir bittasi vijdonan ishlaydi, qaysidir bittasi ishlamaydi. Ha? Senga shuni 300 minglarga qutulish yo'lini o'rgatsam, 10 gektar makka ekding, Ha. $100 bitta choyga berasan, Bo'ldi aka, mendan bitta osh. bo'ldi. Senga yaxshi maslahat. Sinov. Mana bu Agramil degan dori, Makkani o'tini, Makkani 1 yillik va ko'p yillik, 1 pallali, 2 pallali, xullas hamma o'tini qiradi. Ichidagi nimaiki o't bo'lsa, hammasini o'ldiradi, Makkani o'zini qoldiradi. Uka, kuchlirog'i yo'qmi, sal kuchaytiraylik deganga bekni bitus berekasini 30 grammdan qo'shib yuboriladi har gektar yerga. Bunning rasxoti 1,5 litr 1 gektarga, bundan 30 gram. Ikkalasini qo'shib sepsa, har qanday gerbiziddan ustun chiqadi. Makkani ichidagi hech qanaqa o'tni qoldirmaydi. Mana senga hosil, mana senga tejamkorlik, mana senga daromad. Qaydagi yo'q dorilarni olib qo'yib, mana qalampir chaynab o'tirgandan lutsi ishonchli dorini olib sepganing yaxshi. Salomat bo'lgin. Kimda yana savollar bo'lsa, shu temada kommentariyaga yozib qo'yinglar, nima savol bo'lsa, har bitta odamga alohida javob beramiz. Salomat bo'ling.